Assalamu alaikum muhterem qarindoshlar. Ko'rayotganinglar Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bölümü to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar sahifasi. Mazkur sahifamizda bu hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tamiz. Men Juma. Men Aqida. Uyg'ur Milliy harakati rahbari Rabiya Qadir xonim 10-may Stanford Universitetining Washingtondagi markazida Amerikadagi Stanford Universiteti va Missouri Universitetining xalqaro munosabatlar kasbi bo'yicha o'qiyotgan o'quvchilarga doklad berib, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatini anglatdi. Yig'in Stanford Universitetining professori va Amerikaning sobiq muavin tashqi ishlar ministri Randall Shriver apandi tomonidan uyushtirilgan. Yig'inga professor va magistrlar qatnashgan. Rabiya Qadir xonim o'quvchilarga Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan siyosiy besimi bo'libmi Xitoy hukumatining 5-iyul Urumchi voqeasidan keyin Uyg'urlarga qaratgan siyosati to'g'risida ma'lumot bergan. Amerika Uyg'ur ayollari komiteti 9-may kuni Xalqaro onalar kunini xatirlash munosabati bilan Amerikaning Virjiniya shtati Fairfax shahrida marosim o'tkazdi. Marosimga Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Rabiya Qadir xonim qatnashdi va muhim so'z qildi. Rabiya Qadir xonim so'zda onalik burchini ado qilayotgan onalardan mamnun ekanligini bildirish bilan birga Virjiniya shtatida qurilgan Uyg'ur tili maktabining o'qituvchilari va farzandlarini o'z ona tili bilan tarbiyalashga ahamiyat berayotgan ota-onalarga rahmatini bildirdi. Marosimda Uyg'ur tili maktabi o'quvchilari muallimlariga bayramlik gul taqdim qildi. Xanım qizlar Uyg'ur ona tili maktabini rivojlantirish va maktabning o'qitish iqtisod masalalari ustida muzokara olib bordi. Mazkur marosimga 40 dan ortiq Uyg'ur xanım qizlar ishtirok qildi. 5-ayning 8-kuni Markaziy Turkiyaning Istanbul shahridagi Xalqaro Uyg'ur akademiyasi tunji qitimliq umumiy yig'inini ochdi. Yig'in Istanbulda o'tkazildi. Yig'inga Amerika, bir qism Yevropa allari va Turkiyada yashayotgan Uyg'ur mutaxassis, o'qituvchi, doktor va magistr aspirantlar bo'lib 60 atrofidagi kishi qatnashdi. Yig'inning kun tartibiga asosan demokratik usulda saylam elib berildi. Saylamda doktor Erkin Sidiq apandi akademiyaning faxriy raisligiga, professor doktor Alimjon Inoyat raislikka, Ahmadjon Po'lat, Abdul Aziz Bashto'g'roq va Mag'firat Kamol qatorliqlar muavin raislikka saylandi. Xalqaro Uyg'ur akademiyasi 2009-yili 9-ayning 9-kuni Istanbulda qurilgan. Hozir bu akademiyaning Turkiya ishchi sirtida jami 33 nafar a'zosi bor. Uyg'ur elining partkom sekretari Jang Junshen 6-may kuni Uyg'ur elida turishliq harbiy qism qo'mondonlik shtabini ko'zdan kechirib, muqimlikni saqlash va 3 xil kuchlarga qattiq zarba berishni ta'kidlagan. U Uyg'ur elidagi harbiy qismlardan muqimlik hammadan a'lo degan ruhni turg'izib, Shinjongning muqimlik xizmatini markaz qilgan asosda 3 xil kuchlarga izchil yuqori besim bilan qarshi turishni bo'shatmaslikni talab qilgan. Jang Junshen 24 aprel kuni Uyg'ur eliga tayinlangan edi. U yana 8-may kuni muqimlikni saqlash va 3 xil kuchlarga qattiq zarba berishni qayta ta'kidlagan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bayonotchisi Dilshod Rishton bildirishicha, 5-iyul voqeasidan keyin Xitoy doiralari Qashqarda tutqun qilish harakati olib borgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi mazkur tutqun qilishga oid Qashqar viloyatining xizmat uchuri nomli materialni qo'lga tushirgan. Materialdagi uchurlarga asoslanganda Qashqar viloyati hukumat doiralari Qashqar tavasida 2009-yili 7-oydan 9-oygacha Qashqarda muqimlikni saqlash va 5-iyul Urumchi voqeasiga yetishlik kishilarni aniqlab tutqun qilish harakati olib borgan. Bultur 10-ayning 1-kuniga qadar Qashqar viloyatining Maralbeshi, Yangisar va Yakan noyisi tavasida 5-iyul Urumchi voqeasi va 6-iyul Qashqar Hayitga namoyishiga yetishlik deb qaralgan 1077 odamni qo'lga olgan. Xitoy hukumati 5-iyul Urumchi voqeasidan keyin qanchalik odamni qo'lga olganligi haqida aniq ma'lumot bermagan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq tashkilotlar 5-iyul voqeasidan keyin Xitoy hukumatining 10 mingdan ortiq odamni qo'lga olganligini ilgari surgan. 5-iyul Urumchi voqeasidan keyin taqlib qolgan Uyg'ur to'rbatlari va to'r boshqaruvchilarining navbatdagi taqdiri masalasi dunyo jamoatchiligi ko'z tikayotgan muhim nuqtalarning biri bo'lmoqda. Uyg'ur tadqiqotchi Ilham To'xtapandi bu xildagi zotlarning biri hisoblandi. U Uyg'ur to'rbatlari va to'rbat boshqaruvchilarining taqdiriga ko'ngil bo'layotganligini bildirdi. İlham To'xtapandi so'zda Uyg'ur to'rbatlarining taqlishi sabablik navbatda Uyg'ur xalqining butun dunyo uchur davriga kirgan 21-asrdimi sirtqi olamdan xabarsiz holat yashayotganligini, buning xalqning ma'naviy hayotida zo'r bo'shliq paydo qilganligini o'tirib qo'ydi.
İlham To'xti yana Diyarim qatarlıq Uyghur tor bətlləri və başqurğuçularının bundan keyinki təqdiriga көңіл bölüb atqanlığını, hökumət dairələrinin bu məsələni qanun boyunca bir tərəf qilish kerakligini bildirdi. 5-ci iyul vaqəsindən keyin Xitay saqçı dairələri G'ulji shahrining Bulaq Dadamtoy kentidagi Turg'an Po'lat oilasining 4 farzandini qo'lga olgan. Turg'an va uning oilasidagilarning 5-iyul Urumchi vaqasi bilan hech qanday munosabati yo'q ekan. Yerlik dairələr 5-iyul vaqasi yuz berib, uzun o'tmay uning 3 farzandini qo'lga olgan. Turg'an akaning farzandlaridan Zulfiya, Toshpo'lat, Axtam tutqun qilinib qolmay, Toshpo'latning ayoli Shamshibonmo tutqun qilingan. Shu qadimgi qo'lga olish 5-iyul vaqasidan 2 kun keyin yuz bergan. İlgilishimizga qaraganda dairələr Zulfiyani o'tgan yili 9-oydan keyin Urumchiga o'tkab ketgan. Turg'an akaning kelini Shamshibon, o'g'li Toshpo'lat va Axtamlar bo'lsa, G'ulja yangi hayot turmusida tutib turilmoqda. Turg'an aka farzandlarining qo'lga olinishi ularning taqvodorlik bilan munosabatli ekanligini bildirdi. Qashqa Qadimi shahrining cheqilish masalasiga yaqindan ko'ngil bo'lib kelayotgan Maryam Woods xonim Amerika prezidenti Barack Obama va Amerika davlat majlisiga xat yozib, ularni Qashqa Qadimi shahrini qo'g'dab qilish uchun yordam qilishga chaqirdi. Maryam Woods xonim Barack Obamaga yozgan xatida Qashqa Qadimi shahrining O'rta Osiyodagi qadimiy tarixga ega vakil xarakterlik shahar ekanligi haqida to'xtalib, Barack Obamani Xitoy hukumatini Qashqa Qadimi shahrini yo'q qilib etishdan burun buning oldini olishga chaqirgan. Madaniyat faoliyatchisi Maryam Woods xonim 2009-yil 5-oyda Qashqa Qadimi shahrini qo'g'dab qilish uchun 1000 kishilik imzo to'plash faoliyatini boshlagan edi. Hurmatli do'stlar, yuqorida sizlarga haftalik xabarlar sahifamiz bo'yicha bu hafta jarayonida yuz bergan muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tdik. Kelar juma kuni ko'rishaylik. Xushvaqt bo'linglar. Xayr xo'sh.